Assalomu alaykum do'stlar. Demak, bugungi videomiz shu bosh og'riqlariga bag'ishlangan keys va testlarni tahlil qilish bo'ladi. Xo'p. Qani ketdik bo'lmasam. Xo'p, birinchi savolimiz, keysimiz quyida bemor simptomlariga qarab bosh og'riq turini aniqlang va asoslab bering. Demak, bemorda bosh og'riq mavjud. Og'riq bemor yo'talganda, qattiq puflash jarayonida yoki hojatxonada najot chiqarayotgan paytda, ya'ni valsal va manyovrda kuchaymoqda. Bemorda shuningdek chap tomonlama gemiparez belgilari kabi nevrologik yetishmovchilik mavjud. Qusish, ko'ngil aynish va papilla edema ham mavjud. Demak, topishimiz kerak ekan belgilarga qarab. Demak, birinchi o'rinda bilamizki, birlamchi va ikkilamchi bosh og'riqlarini ajratishda o'ziga xos yo'llari bor. Ulardan birini videoda aytib o'tganimiz. Bir nechta red flag, ya'ni qizil signal belgilariga qarab turib, bu bosh og'riq birlamchi emas, ya'ni bu bosh og'riq ikkilamchi deb ajratib olsak bo'ladi. Ulardan biri bu valsal va manevri. Valsal va manevri degani, valsal va manevri bu qorin bo'shlig'ida bosim oshganda bosh og'riq kuchayishi. Qachon qorin bo'shlig'ida bosim oshadi? Birinchi o'rinda shu kuchanish jarayonida, masalan, hojatxonada kuchanish yoki bo'lmasam tug'ish jarayonida ayollarda kuchanish bo'ladi yoki sharp puflaganda, yo'talganda ham qorin bo'shlig'ida bosim oshib, valsal va manevri paydo bo'ladi va bosh og'riq kuchayadi. Demak, qaysi ikkilamchi bosh og'riqlarida bu valsal va manevrda bosh og'riq kuchayadi? Birinchi o'rinda bu intrakranial bosim oshganda. Qachon bizda intrakranial bosim oshadi? Qachonki Monro-Kelly doktrinasiga binoan kalla suyagi qutisi ichida 3 ta narsa mavjud. Birinchi o'rinda miya to'qimasi, ikkinchi o'rinda qon, uchinchi o'rinda cerebrospinal suyuqlik. Shu uchovidan qaysidir biri oshib ketganda bizda intrakranial bosim oshadi. Masalan, birinchi o'rinda qon oshib ketsa, ya'ni gemologik insult bo'lganda, qon tomiri yorilib, qon miqdori oshib ketganda shu intrakranial bosim oshadi. Yoki bo'lmasam miya to'qimasi oshib ketishi, ya'ni miya to'qimasi ko'payib, mana tez ko'payish hisobiga o'sma kasalliklari yoki abses bo'lishi mumkin. Shunaqalarda ham intrakranial bosim oshadi. Yoki cerebrospinal suyuqlik oshib ketish, ya'ni gidrosefaliyada. Gidrosefaliyaning ikki xil turi bor. Bilasizlar, kelib chiqishiga ko'ra, birinchi o'rinda obstruktiv, ya'ni likvor yo'llari to'silib qolish hisobiga yoki bo'lmasa yoki shu likvorda venaga so'rilishi buzilishi. Ya'ni gidrosefaliyaning ikki xil, obstruktiv va kommunikativ turlari bor. Shunda ham shu intrakranial bosim oshadi. Demak, shunaqa holatlarda intrakranial bosim oshadi. Ya'ni qaysi kasalliklarda ekan? Demak, bosh miya o'smasi bo'lishi mumkin yoki bosh miya gematomasi yoki gidrosefaliya yoki bo'lmasam shu cerebral vena sinuslari trombozlarida ham intrakranial bosim oshadi. Yoki bilamizki, idiopatik, ya'ni kelib chiqishi noma'lum bo'lgan intrakranial bosim oshishi ham mavjud. Bunda MRTda hech nima chiqmaydi, lekin intrakranial bosim oshib turaveradi. Buni shu funksiya qilganda bosim bilan chiqadi. Shunda aniqlab olsa bo'ladi diagnoz qo'yishda. Demak, javobimiz ko'rib turibmizki, biz C javob, ya'ni shu ikkilamchi bosh og'riq. Chunki valsal va manevrda aytib o'tdik farqi va shu intrakranial bosim oshgan. Shuni hisobiga bu intrakranial bosim oshishiga sabab yo shu bosh miya o'smasi bo'lishi mumkin, yoki gematoma bo'lishi mumkin, shu gemologik insult yoki gidrosefaliya bo'lishi mumkin yoki cerebral vena sinus trombozi bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga nevrologik yetishmovchilik ham kuzatilyapti. Endi bu yerda to'g'ri idiopatik intrakranial bosim oshish to'g'ri kelmaydi, chunki idiopatik intrakranial bosim oshganda nevrologik yetishmovchilik unaqa bilinmaydi. Qusish, ko'ngil aynish, papilla edema kabi narsalar bo'lishiga ham shu intrakranial bosim oshish hisobiga bilamizki, so'nchoq miyani gematrigger zonasi bosim hisobiga shu qusish, ko'ngil aynish kelib chiqadi. Bosim ichki bosim oshganda ham bilamizki, ko'ruv nerv diski chekalari, chetlari silliqlashib qoladi. O'zi normada shu notekis bo'ladi. Demak, C javob. Qolgan javoblar birlamchi bosh og'riqlar to'g'ri kelmaydi. Ikkilamchi bosh og'riq, temporal artrit ham to'g'ri kelmaydi. Keyingisi. Demak, nima qilib qo'yaylik? Demak, C javob bo'ldi. Ikkinchi savol.
Xo'p, bemorda bosh og'riq mavjud. Bosh og'riq bemor tarifi bilan aytilsa, og'riq juda kuchli, hayotidagi eng kuchli va xuddi chaqmoqdek kelgan. Shuningdek, bemorda qo'l-oyoq kuchsizligi, nutq buzilishi kabi nevrologik yetishmovchilik mavjud. Bemor bo'ynini bukishda qiyinchilikka uchramoqda va ko'ngli aynamoqda. Fotofobiya va fotofonofobiya ham mavjud. Taxminiy diagnoz va diagnozingizni tasdiqlash uchun nima qilish kerak? Xo'p, bu yerda bilamizki, bosh og'rig'i bor ekan, bosh og'rig'i juda kuchli bo'lyapti ekan va xuddi shu keyin qo'l-oyoq kuchsizligi bor ekan bemorda, nutq buzilishi kabi nevrologik yetishmovchilik mavjud ekan. Keyin bu yerda e'tibor berishimiz kerak, bo'ynini bukishda qiyinchilik, ya'ni bo'ynining rigitligi bor va ko'ngli aynamoqda. Fotofobiya, fonofobiya ham mavjud. Bu degani shu meningial pardalar ta'sirlanyapti. Qachon meningial pardalar ta'sirlanadi? Birinchi o'rinda meningitlarda bo'lishi mumkin, ya'ni miya pardalari shamollashda, yallig'lanishda yoki bo'lmasa shu miya pardalari orasiga qon quyilganda, ya'ni subarachnoidal qon quyilishda ham xuddi shunaqa meningial pardalar ta'sirlash hisobiga fotofobiya, fonofobiya, ko'ngil aynishi bo'ladi, bo'yin rigitligi bo'ladi va juda kuchli, hayotdagi eng kuchli, xuddi chaqmoqdek, ya'ni Thunderclap bosh og'rig'i ham bo'ladi. Demak, bu yerda javob shu subarachnoidal qon quyilish da javob bo'ladi. Endi A javobda intracerebral gematoma to'g'ri kelmaydi. Gidrosefaliya to'g'ri kelmaydi. Meningit aytib o'tdik, meningit bo'lish uchun kuchli, juda kuchli bosh og'rig'i bo'ladi, lekin juda kuchli bo'lmaydi. Keyin isitma ham chiqish kerak bu yerda. Shunaqa, shuning uchun subarachnoidal qon quyilish bu yerda to'g'ri keladi. Subarachnoidal qon quyilishni aniqlash uchun albatta bemorni darhol KT qilish kerak. Ya'ni MRT vaqt olgani uchun KT tezroq bo'ladi. Shuning uchun KT deyilgan bu yerga, kompyuter tomografiya va albatta qo'shimchasiga KT dan keyin shu lumbar punksiya, ya'ni bel orqa miyasi yo'ligidan punksiya olish kerak. Shunda o'zgarishlar bilamizki, subarachnoidal qon quyilishda orqa miyasi yo'ligidan punksiya qilganimizda o'ziga xos belgilar paydo bo'ladi. Nega javob? Keyingisi. 35 yoshli bemorda bosh og'riqi paydo bo'ldi. Yana bitemporal kemonopsiya, ginekamastiya, libido pastlashi va erektil disfunksiya ham mavjud. Bemorni MRTga yuborishdan oldingi sizni taxminiy diagnozingiz qanday? Bu yerda bilamizki, aynan ham bosh og'rig'i ham bitemporal gemonopsiya bizga katta ma'lumot beradi. Ya'ni bilamizki, xiyazmani medial qismi zararlangan. Shuning uchun bitemporal gemonopsiya bo'lyapti. Qachon xiyazmani medial qismi zararlanadi? Birinchi o'rinda shu gipofiz o'smasida bosh og'rig'i ham bo'ladi va bitemporal gemonopsiya ham bo'ladi. Va qo'shimchasiga gipofiz o'smasida prolaktinoma, ya'ni prolaktinariya ko'p ajralishi, prolaktin ko'p ajralish hisobiga erkaklarda shu ko'krilari ginekamastiya bo'lishi yoki libido pastlashi, ya'ni jinsiy maylni pastlashi va erektil disfunksiya ham kuzatiladi, shu prolaktin oshib ketish hisobiga qonda. Va taxminimiz, demak, bu yerda B javob to'g'ri keladi. B javob, A javob to'g'ri kelmaydi. Demak, insa bo'lakda C javob doimiy gormonal preparat qabul qilish yo'q va D javob gidrosefaliya yo'q. Demak, B javob. Keyingisi 4-savol. 38 yoshli ayol homiladorlikdan saqlanish uchun uzoq muddatdan beri oral kontraseptiv qabul qilib yuradi. Bu ayolda bosh og'riq paydo bo'ldi. Bu bosh og'riq valsalva manyovrida, qorinda bosim oshganda, yo'talganda, kuchaymoqda. Yana ayolda ko'ngil aynish, qayd qilish, papilledema va issiqishni pasayish kuzatilyapti. MRT oddiy rejimda tekshiruvda ayolda hech qanday o'sma, gematoma va absess va boshqa patologik holat aniqlanmadi. Sizda taxminiy ikkita diagnoz bor. Birinchisi idiopatik intrakranal bosim oshishi, ikkinchisi cerebral vena sinusi trombozi, CVST. Bu diagnozlarning qaysi biri to'g'riligini aniqlash uchun bizga qanday tekshiruvlar zarur? Birinchi o'rinda uzoq muddatdan beri oral kontraseptiv gormonlar qabul qilsa, albatta bilamizki, qon qo'yg'ilashib, har xil trombozlar hosil bo'lishi, venalarda qonni qo'yg'ilashib, venalarda tromboz hosil bo'lishi kuchayadi. Shuning uchun birinchi o'rinda oddiy MRTda chiqmasa ham albatta bemorda bunaqa holatda MRT venografiya rejimi zarur. Shunda
bosh miyadagi venalarni ham, vena sinuslarni ham yaxshi ko'rsa bo'ladi MRT venografiya rejimida. Agar bemorda MRT venografiya rejimi yaxshi chiqsa, MRTsi ham, o'zi tabiiy MRTsi ham oddiy rejimda yaxshi chiqsa, keyin orqa miya suyuqligini funksiya qilgan ma'qul. Agar venografiya shu venalari, venus sinuslari yaxshi chiqadigan bo'lsa, venografiya rejimida, demak, orqa miya suyuqligini funksiya qilish mumkin. Ya'ni oddiy MRT, albatta birinchi MRT qilib ko'rish kerak. Chunki MRT qilmasdan biz funksiya qiladigan bo'lsa juda xavfli. Bemorlar hattoki o'limga olib kelishi mumkin. Chunki ba'zi bir kasalliklarda miya o'smasi, miya shishi yoki bo'lmasam absessi kabi intrakranial bosim oshishiga sabab bo'luvchi bosh miya churalari borda, bosim oshganda o'rtasida qistiriladi. Shunday paytda hech qachon funksiya qilib bo'lmaydi. Bu paytda funksiya qiladigan bo'lsa, uzunchoq miya foramen magnumga tiqilib qolib, shu tezda bemor darhol o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun avval MRT qilinadi. MRTda bu yerda qilingan, mana yozilyapti. MRTda oddiy rejimida hech qanday o'sma, gematoma aniqlanmagan. Shuning uchun bemorda venografiya rejimi qilinadi. Chunki cerebral vena sinuslar trombozida ham xuddi shunaqa intrakranial bosim oshadi. Agar MRT venografiya rejimi ham yaxshi chiqadigan bo'lsa, keyin funksiya qilgan ma'qul va funksiya qilganda idiopatik intrakranial bosim oshishi ham diagnoz ham qo'yilishi mumkin. Shuning uchun D javob bu yerda birinchi o'rinda, demak birinchi o'rinda MRT venografiya rejimi va orqa miya suyuqligi funksiyasini qilgan ma'qul. D javob. A javobda dimer to'g'ri kelmaydi. B javob faqat orqa miya suyuqligini tekshirish, funksiya qilib tekshirish ham to'g'ri kelmaydi. Albatta, MRT venografiya ham qilish kerak. C javob ayolda aytdi bildirubin jigar holatini bu yerda to'g'ri kelmayapti. D javob to'g'ri. Keyingi savol. 55 yoshli ayol bo'yin qismida jarrohlik amaliyoti, bo'yin disk churrasini oldi tomonidan olib tashlash operatsiyasi, anterior cervical discectomy and fusion ACDF ni o'tkazgan. Operatsiyadan bir hafta o'tgach, ayolda operatsiya qilingan tarafda bosh og'riq to'satdan bir tomonlama va g'ayrioddiy boshlangan. Quloqida shovqin bor va og'riq ensa va bo'yinga tarqalyapti. Bundan tashqari, ayolda og'riq bor tomondagi ko'zida qovoq tushishi, qorachiq to'rayishi va o'sha taraf yuz bo'yin qismida quruqshash paydo bo'lyapti. Ya'ni Gorner sindromi paydo bo'lyapti. Sizning taxminiy diagnozingiz qanday va qaysi tekshiruv bemor uchun kerak? Xo'p, bu yerda bilamizki, juda ko'p holatlarda shu bo'yin disk churrasini olib tashlash operatsiyasida, ya'ni anterior cervical discectomy and fusion, ya'ni o'sha bo'yin umurtqalari orasidagi greja bo'lgan, churra bo'lgan sohani shu diskni olib tashlab, uni o'rniga suyakka o'xshash materialdan sun'iy suyak-simon material qo'yib qo'yiladi disk o'rniga. Bunaqa holatda ko'pincha shu karotid arteriyalarni shu yonidan o'tiladi. Operatsiya qilingan joydan shu karotid arteriyalarga ko'proq bosim beriladi, surib turiladi, chekaloqqa surib turilganda ma'lum bir asbobda shunda karotid arteriyalariga shikast yetib, uni devorni ichiga qon qo'yish bo'ladi. Ya'ni karotid arteriya disseksiyasi paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni shu arteriyani disseksiya degani arteriyani devorni ichiga intramural qon qo'yish paydo bo'ladi. Shunaqa holatda ko'pincha bosh og'riq beradi. Keyin qo'shimcha shu karotid arteriyalarda yonidan o'tgan simpatik pleksusni ham zararlash hisobiga simpatik pleksus zararlanib, Gorner sindromi, ya'ni shu o'sha tarafda ptoz, keyin mioz bo'ladi, qorachiq to'rayishi, ya'ni ptoz qovoq tushishi, mioz qorachiq to'rayishi va angidroz o'sha tarafda, ya'ni bo'yin yuz qismida terlamay qoladi, quruqshash paydo bo'ladi. Shuni Gorner sindromi ham paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu javob C javob bo'ladi. Va qanaqa tekshiruv zarur deyapti. Buni arteriya disseksiya, karotid arteriya disseksiya aniqlash uchun albatta biz shu MRT ni angiografiya rejimi kerak bo'ladi. Bunda o'sha karotid arteriyada intramural gematoma ko'rinadi shunda.
MRT angiografiya rejimida. Demak, ko'pincha shu operatsiyalarda, boshqa bo'yin operatsiyalarida shu karotid arteriya disseksiya ham paydo bo'lish hisobiga bosh og'riq, shunaqa bosh og'riqlar va qo'shimcha shu Korner sindromi yoki shunaqa quloqda shovqinlar paydo bo'lishi mumkin. A javob to'g'ri kelmaydi. B javob temporal va karotid arteriya vaskuliti bu ham to'g'ri kelmaydi. D javob transmission MRT bu ham faqat C javob to'g'ri keladi. Keyingi savol. 6-savol. 40 yoshli erkakda to'satdan bosh og'rig'i asosan orbital sohada bir tomonlama paydo bo'ldi. Yana ko'z qizarishi, ko'rishni keskin pasayishi, qorachiq kengayishi va o'rtada fiksatsiyasi ham bor. Ko'z va burundan suyuqligi ortiqcha ajralmayapti. Sizning taxminiy diagnozingiz qanday? Bu yerda endi bosh og'rig'i bor, lekin ko'proq ko'z bilan bog'liq muammo bor ekan. Ko'z qizarishi, ko'proq oftalmologlar yaxshi biladi. Ko'z qizarishi, ko'rishni keskin pasayib ketishi, qorachiq kengayishi va ortada fiksatsiya bo'lishi deyapti. Endi bu juda ko'p kasalliklar bunaqa bo'ladi, lekin aynan bosh og'rig'i ham bor bu yerda bemorda. Bosh og'rig'i ham orbital sohada. O'shaning uchun birinchi o'rinda biz bu yerda endi to'g'ri klaster bosh og'rig'i ham bo'lishi mumkin, lekin klaster bosh og'rig'ida ko'z va burundan suyuqlik oqadi. Bunda oqmayapti. Shuning uchun klaster bosh og'rig'i chiqib ketadi va ko'proq bu yerda yopiq burchakli glaukoma to'g'ri keladi. Chunki jarayon o'tkir boshlayapti, tez boshlayapti. Shu yopiq burchakli o'tkir glaukoma to'g'ri, ochiq burchakli emas, ochiq burchakli glaukoma sekin astalik bilan rivojlanadi. Mendan ko'ra oftalmologlar yaxshiroq biladi. Ko'proq C javob turadi. Yopiq burchakli o'tkir glaukoma jarayon tez kechadi, keyin ko'rish ham pasayadi, keyin qorachiq ham kengayib, ko'z qizaradi va qorachiq ham fiksatsiya bo'lib qoladi. Ya'ni qorachiqni qimirlat, masalan, qimirlatganingizda, masalan, ko'z qorachig'ini qimirlatishni so'raganingizda bemor qimirlatishga qiynaladi, fiksatsiya bo'lib qoladi. Keyin ko'z qizarib turadi. Konjunktivit to'g'ri kelmaydi. Konjunktivit chunki bosh og'rig'i ham bor bu yerda. Boshqa belgilari bor. Shuning uchun C javob bo'ladi. Keyingisi 7-savol. 45 yoshli ayolda bosh og'riq asosan chakka temporal sohada bo'lyapti. Qo'shimchasiga ko'rish pasaygan. Ovqatlanayotgan paytda pastki jag'da holsizlik, toliqish bor. Keyin chakkadagi og'riq palpatsiya yoki soch taraganda kuchayyapti. Qonida shu eritrotsitlar cho'kish tezligi yechildi va S-reaktiv oqsil baland chiqqan. Sizning taxminiy diagnozingiz va qaysi tekshiruv zarur tasdiqlash uchun. Bu yerda ana chakka sohasida bo'lsa, ko'pincha og'riq kuchli bo'lsa, keyin aytyaptiki, shu tekkanda palpatsiyada va shu soch taraganda ham kuchayyapti. Demak, ko'proq o'sha tomirda vaskulit, ya'ni temporal arteriya vaskulitini o'ylasak bo'ladi. Chunki qonida yallig'lanishi, eritrotsitlar cho'kish tezligi va S-reaktiv belgi ham yuqori chiqqan. Aynan vaskulitlar shunaqa yuqori chiqadi. Keyin aytyaptiki, nima uchun bu yerda aytyapti, qo'shimchasiga ko'rish pasaygan deyapti. Chunki aynan shu ko'rishga boruvchi qon tomir ham shu temporal arteriyadan tarmoq oladi. Shuning uchun ko'rishga ham ta'sir qilib, ko'rishga boradigan arteriya ham yallig'lanish hisobiga yoki qon yaxshi bormasligi hisobiga ko'rish pasayadi. Keyin yana ovqatlanayotgan paytda pastki jag'da ham holsizlik, toliqish bor. Ya'ni shu pastki jag'ga boruvchi arteriya ham shu temporal arteriyadan tarmoq oladi. Shuning uchun u yerda ham yaxshi qon kelmaganligi uchun, yaxshi qon aylanmagani uchun shu pastki jag'da ham gapirganda, ovqat chaynaganda tezda charchab qoladi, toliqish sindromi bo'lishi mumkin. Bu belgilar demak temporal arterit. Va diagnozingizni tekshirish nima qilish kerak? Albatta temporal art vaskulitlarda aynan 6-standart o'sha arteriyadan biopsiya olish bo'ladi. 6-standart. X javob to'g'ri javob. Qolganlari to'g'ri kelmaydi. Aural migren yo'q. Subarachnoid qon quyilish MRT yo'q. Shoxli nevratika yo'q. 8-savol. Bemorni tekshirish davomida siz bemorga trigeminal nevralgiya deb taxminiy diagnoz qo'ydingiz. Bunday holatda bemorni MRT qilish nima uchun muhim? Xo'p, bu yerda endi juda ko'p sabablari bor. Demak, A javob neyrovaskulyar konflikt bormi? Ayniqsa superior cerebellar arteriya hisobi, ya'ni shu nerv tolasi bilan yosh katta qariyalarda
shu miya to'qimasi suvsizlanishi, umuman sal atrofiya bo'lish hisobiga qon tomir va nervlar bir-biriga teginishi kuchayib boradi o'tgan sari. Shuning uchun neyrovaskulyar nerv tolasi bilan qon tomir bir-biriga tegib tursa, har qon tomirdan pulsatsiya bo'lganda nervni ta'sirlantirib turadi, nerv tolasini. Shu hisobiga shunaqa og'riqlar berib turishi mumkin. Shuning neyrovaskulyar konflikt bormi? Ayniqsa superior cerebellar yuqori miyacha arteriyasida aynan shu sho'xli nervga juda ham ko'p holatlarda shu neyrovaskulyar konflikt bo'lishi mumkin. Javob ham to'g'ri javob. B javobdan ko'rib ko'raylik. Demilinizatsiya bormi? Tarqoq skleroz kasalligining dastlabki belgisi bo'lishi mumkin. To'g'ri. MRT qilinganda shu demilinizatsiya ham bo'lishi mumkin, ya'ni shu sho'xli nerv tolalari atrofida. Shuni hisobiga ham albatta tarqoq skleroz kasalligining dastlabki belgisi bo'lishi mumkin. Chunki shu aynan shu sho'xli nerv yadrosi, sho'xli nerv yadroslarida ham zararlanish yoki sho'xli nerv tugunlarida ham shu demilinizatsiya hisobiga ham shunaqa MRTda shu narsalar aniqlash mumkin albatta. Shu ham sabab bo'lishi mumkin. Demak, trigeminal nevralgiya bo'lishiga. B javob ham to'g'ri. Endi C javob, miya o'smasi va boshqa massa bormi? 5-nervni, shu sho'xli nervni kompressiya qilyaptimi? Albatta, MRT qilganimizda shularda ham aniqlab turib, shu miya o'smasi ham yoki qanaqadir boshqa massa ham, masalan, kista bo'lishi mumkin, shu sho'xli nervni kompressiya ezayotgan bo'lishi mumkin. Endi hamma javob. Demak, hamma javoblar to'g'ri. A javob ham, B javob ham, C javob ham. Shuning uchun D javobni olamiz. Hamma javob to'g'ri. Xo'p, keyingi savol. 9-savol. 32 yoshli ayolda bosh og'riq sanchuvchi o'tkir tipda, bir taraflama, asosan frontal va orbital sohada. Og'riq xuruji taxminan 1 soat davom etyapti va bir kunda 3 martacha bo'lyapti. Ko'zlari ham qizargan, ko'z va burundan suvlanish ham bo'lyapti. Bosh miya MRTsi toza chiqqan. Oldin ham 7-8 marta bunday holatlar bemorga kuzatilgan. Sizning taxminiy diagnozingiz va qanday va o'tkir davrida davolash qanday? Bu yerda belgilar bosh og'riq sanchuvchi tipda ekan, o'tkir tipda ekan va bir taraflama ekan. Keyin frontal va orbital sohada ekan, ko'z atrofida ekan va ko'z ham qizargan, ko'z va burundan suvlanish bo'lyapti ekan. Juda katta ehtimol bilan bunaqa belgilar MRT yaxshi chiqqan bo'lsa, bu birlamchi bosh og'riqda ham ko'proq juda ham kam kechuvchi klaster tipli bosh og'riq bo'lishi mumkin, kam uchraydi. Va bunaqa klaster tipli bosh og'riqda o'tkir payti davolash, demak, A javobda aytyapti verapamil yoki topiramid. Bu javob to'g'ri kelmaydi. Bu o'tkir davrda davolash to'g'ri kelmaydi. Bu verapamil yoki topiramidni biz profilaktika uchun beramiz. Shu klaster tipdagi. A javob to'g'ri kelmaydi. Ko'proq D javob klaster tipdagi bosh og'riq. O'tkir davrda klaster tipdagi bosh og'riqda albatta 100% kislorod ingalyatsiyasi beriladi. Minutiga 6-12 litr beriladi. Juda ham yaxshi bu yerda og'riqlarni qoldiradi. Shu kislorod birinchi tanlov. Ikkinchi, agar bu ish bermasa, ikkinchi tanlov sifatida shu triptanlarni berish mumkin. Triptanlarga oddiy tablet ko'rishda aynan nazal sprey yoki teri osti inyeksiya berish kerak. Chunki shunaqa holatda triptanlar ta'siri tezroq bo'ladi. Tezroq boshni og'riqni qoldiradi. Tabletga bersangiz, ta'siri bo'lgunicha 1 soat, 2 soat o'tib ketadi. Shuning uchun nazal sprey tezda ta'sir qiladi yoki teri osti inyeksiyasi ham mavjud triptanlarda shularni berish kerak. O'tkir davr. Shu D javob juda ham to'g'ri keladi savolimizga. B javob bo'lmaydi, alligrinit. C javob ham migren triptanlar bular to'g'ri kelmaydi. D javob. Triptanlarda nazal sprey va steroid inyeksiyasi tez ta'sir qiladi. Lekin birinchi tanlov bu yerda kislorod berish, ingalyatsiya berish. Triptan ikkinchi tanlov. Xo'p, keyingi savol. Bemorga migren deb tashxis qo'yayotganda qanday klinik belgilar muhim hisoblanadi? Bilamizki, migrenga ko'proq MRTlar toza chiqadi. Bemor belgilar, klinik belgilarga qarab diagnoz qo'yish mumkin migrenda. Demak, bu yerdan terib chiqish kerak ekan. Bu yerda ko'ribsizki, demak, xato javobdan keyin tezroq topamiz. Xato javob demak, bu yerda xato javob, bu yerda
Oltinchi javob qisuvchi tipda og'riq bo'lmaydi, 6 xato. Keyin og'riq 1 soat davom etadi, bu ham xato. Og'riq bilamki migrenda og'riq shu 3 soatdan 72 soatgacha davom etadi. 1 soat bo'lmaydi hech qachon. 8 bilan 6 chiqib ketyapti. 8 6 chiqib ketyapti. Yana qaysi? Xato javob. Keyin og'riq harakatda kuchaymaydi. Bu xato. Og'riq harakat qilganda kuchayadi. 11 ham chiqib ketishi kerak. Demak, 11 chiqib ketsa A javob chiqib ketadi. Keyin xo'p, qaysi yana hos. Og'riq bilan birga ko'z yoshlanish mavjud. Ko'z yoshlanish bo'lmaydi, 12 ham chiqib ketishi kerak. Demak, 10 bilan 12 chiqib ketadi. 10 bilan 12 chiqib ketadi. B bilan B S chiqib ketdi. B S chiqib ketdi. B S chiqib ketsa, keyin xo'p, keyin yana qaysi? Og'riq ikki taraflama bo'lmaydi. Bitta 2 ham chiqib ketishi kerak. 2 ham chiqib ketsa, demak D ham faqat A javob qolyapti ko'proq. A javobni ko'rib qo'yaylikchi. Og'riq bir taraflama bo'ladi. 3 og'riq bilan birikmalash bo'ladi. 1 7 pulsatsiyasimon og'riq bo'ladi. Va 11 harakat, og'riq harakat kuchi. 11 dan chiqadi og'riqga. Demak 12 ni demak A javob chiqib ketdi. Chunki bunda 11 bor. B javob 12 ham chiqib ketadi. 12 ham, B ham chiqib ketdi. Endi D javobda ham 12 bor chiqib ketadi. Faqat C javob to'g'ri ekan, bo'ldi. C javob to'g'ri, tekshirib qo'yamiz. Bir migrenda bir og'riq bir tarafdan bo'ladi, to'g'ri. 3 og'riq bilan birga ko'ngillanish bo'ladi, to'g'ri. Migrenda bor. 4 fotofobiya bor, panofobiya bor, to'g'ri. 7 migrenda pulsatsiyasimon og'riq bo'ladi, to'g'ri. 9 og'riq kamida 4 soat davom etadi, to'g'ri. Og'riq 3 soatdan 72 soatgacha davom etadi, 9 ham to'g'ri. 10 og'riq bemorni ishga yaroqsiz qilib qo'yadi, to'ppa-to'g'ri. Shu og'riq kuchliligidan bemor ishga yaroqsiz bo'lib qoladi. Bu ham bitta belgi. Demak, C javob to'g'ri. Keyingi savol 11. Qanday hollarda biz bosh og'riqlarini qizil signal, red flag sifatida qabul qilamiz va bunday bemorlarni MRTga jo'natamiz? Bilamizki, qaysi bemorlarni bosh og'riqlarini MRTga jo'natish kerak, qaysilarini jo'natmaslik kerak. Bemor kelsa, masalan, o'ylab ko'rsangiz, hammasini ham MRTga jo'natavermaysiz-ku. O'shni qanaqa qilib aniqlaymiz? Shu savol shunaqa berilyapti. Qachonki qizil signal belgilari bo'lishi kerak. Bu qaysi belgilar? Demak, bularning ichidan demak ko'rib chiqamiz. Buni o'tganmiz videolarda. Demak, xato javobdan ketamiz. Bu yerda xato javob 6 ni chiqaveramiz, chunki bu bosh og'riq bilan birga fonofobiya bo'lsa, bu unchalik anaqa emas. Bu ko'p migrenga xos, shuning uchun migren 6 ni chiqaveramiz. Martaga borish shart emas. 6 chiqib ketsa, A bilan C chiqib ketdi. Keyin bosh og'riq ikki tomonlama va yengil o'rtacha bo'lsa, bu ham birlamchi bosh og'riqqa xos, ya'ni ko'proq zo'rg'ish tipga xos. 7 ham chiqib ketsa, uje B ham chiqib ketdi. Faqat D javob qolyapti. D javob tekshirib qo'yamiz endi. Xo'p, 1. Bosh og'riq bilan birga sistematik belgilar bo'lsa, vazn kamayishi albatta MRTga jo'natish kerak. Ikkinchisi, demak, bosh og'riq bilan birga nevralgiya yetishmovchilik bo'lsa, albatta nevralgiya yetishmovchilik deganda, masalan, dizartriya bo'lishi mumkin, gemiplegiya bo'lishi mumkin yoki yuz nervi falajlanishi bo'lishi mumkin. Bularni ko'rganingizda bosh og'rig'i ham nevralgiya yetishmovchilik bo'lsa, albatta MRT qilish kerak. Uchinchisi, bosh og'riq bilan birga papilloedema bo'lsa, qachonki okulus yoki oftalmolog papilloedema ko'z tubini tekshirganda papilloedema bu ham bo'lsa, ham bosh og'riq bo'lsa, albatta buni MRT qilish kerak. Chunki bu yerda bemorda bosh miyada ichki intrakranal bosim oshgan bo'lishi mumkin. 4. Bosh og'riq va valsal va manyovrda kuchaysa, albatta qilish kerak MRT. Bunda ham aytib o'tgandek, intrakranial bosim oshgan bo'lishi mumkin. 5. 50 yoshdan oshgan bemorda bosh og'riq ilk bor uchrasa, albatta buni ham 50 yoshdan oshgan bo'lsa, albatta ilk bor uchrasa bu MRT qilib ko'rish kerak.
va 8-si bosh og'riqni boshlanishi, chaqmoq chaqish kabi juda kuchli bo'lsa hayotidagi, unda 100% MRT qilish kerak. Bu endi bo'lishi mumkin, kuchli bosh og'riq bo'lsa, juda kuchli, endi subarahnadan qon quyilishi ham bo'lishi mumkin. Demak, D javob. Endi 12-savol. Migrenning profilaktik davosi qaysi qatorda ko'rsatilgan? Migrenning profilaktik davosini biz o'tganmiz. Demak, bu yerda javob. Demak, javobda aytayaptiki, MPVSlar, ya'ni MPVSlar va triptanlar birinchi tanlov, ergotlar ikkinchi tanlov va uchinchi tanlov steroid. Bu migrenni o'tkir davosi shunaqa beriladi. Profilaktik davosi o'tkir davosi shunday. Javob emas, demak, B javob, verapamil birinchi tanlov, topiramat ikkinchi tanlov. Bu ham to'g'ri kelmaydi migrenga. Bu bir klaster bosh og'riqdan profilaktik davosiga to'g'ri keladi. Uchinchisi kislorod ingalyatsiya va triptanlar, bu ham migrenni profilaktik davosiga to'g'ri kelmaydi. Va D javob birinchi o'rinda, birinchi tanlov beta blokator yoki beta blokator, ya'ni qaysilar propranolol yoki metoprolol bo'lishi mumkin yoki antikonvulsantlar, ya'ni qaysilarki topiramatlar yoki shu boshqa dori vositalari. Demak, bu birinchi tanlov. Bu to'g'ri. Agar bular ish bermasa, birinchi tanlov dorilar ish bermasa, ikkinchi tanlov o'tiladi, ya'ni amitriptilin beriladi. Agar bu ham ikkinchi tanlov ham ish bermasa, erinumab degan, demak bu erinumab CGRP, ya'ni kalsitanin genini regulyatsiya qiluvchi peptidni antagonisti erinumab. To'g'risi O'zbekistonda bu dori bormi yo'qligini bilmayman, menimcha yo'q bo'lsa kerak. Bo'lsa ham juda ham qimmat. Shu 3-tanlov sifatida beriladi va bular ham birinchi, ikkinchi, 3-tanlov ish bermasa, oxiri botulin toksin A tipidagilar shu boshda ma'lum qismiga, bosh terisining ma'lum qismlariga shu ukol chiqariladi. Shu botulin toksin qilinadi. Oxirgi 4-tanlov. Demak, bu migrenni profilaktik davosi, demak, D javob to'g'ri bo'ladi. D javob to'g'ri bo'ladi. Qaytarib o'taman. Birinchi tanlov beta blokator yoki antikonvulsant. Bu ish bermasa, ikkinchi tanlov amitriptilin. Bu ish bermasa, uchinchi tanlov erinumab va bu ish bermasa, oxirgi tanlov botulin toksin A tipidagilar. Demak, shu. Va nihoyat oxirgi savolga keldik. Shifokor migreni bor bemorga triptanlar bilan bir vaqtda bemorni depressiyasini davolash uchun fluoxetin, ya'ni serotoninni qayta o'zlashtiruvchi, qayta o'zlashtirishni emissiya qiluvchi, ya'ni shunaqa fluoxetin dorilarini yuqori dozada tavsiya qildi depressiyasi bo'lgani uchun. Shundan so'ng bemor 3-4 kundan keyin qayt qila boshladi. 3-4 kundan keyin qayt qila boshladi. Qon bosimi oshib, taxikardiya bo'ldi. Temperatura oshib ketdi. Ko'p terlayapti bemor. Bundan tashqari bemor asabiy va diareyadan aziyat chekyapti. Bu holatda bemorga nima sodir bo'lgan? Bilamizki, triptanlar bilan ba'zi dorilar bir vaqtda berib bo'lmaydi. Bular qaysilar? Triptanlar bilan bir vaqtda shu SSRI, ya'ni selective serotonin reuptake inhibitor, ya'ni serotoninni qayta o'zlashtirishni ingibitsiya qiluvchi dorilar. Qaysilar? Fluoxetin, citalopram, paroxetin kabi antidepressantlarni berish mumkin emas. Yana triptanlar bilan birga amitriptilinni berish mumkin emas. Chunki bular o'zi triptan serotonin miqdorini qonda oshirib yuboradi-yu. Bu fluoxetinlar ham, keyin amitriptilin va boshqa citalopram ham serotonin miqdorini oshirib yuboradi. Serotonin miqdorini oshiruvchi dorilarni bir vaqtda bir nechtasini birgalikda berish serotonin sindromini paydo bo'lishiga olib keladi. Serotonin sindromida aynan shu bemorda xuddi shunaqa qayt qilish, qon bosimi oshib ketish, taxikardiya, temperatura oshib ketib, ko'p terlash, asabiy bo'lish, agressiya, diareya bo'lish, hattoki mushaklar qaltirash ham bo'lishi mumkin. Bu juda ham xavfli kasallik. Juda xavfli. O'shaning uchun agar migreni bor, triptan chekayotgan bemor bo'lsa, fluoxetinlar, amitriptilin berish juda ehtiyotkor bo'lish kerak. Demak, bu yerda bemorga serotonin sindromi bo'lyapti. S javob to'g'ri keladi. A javob miokardial infarkt emas, yo'q, subarachnoid qon quyilish emas, yoki migrenal status emas. S javob serotonin sindromi javob.
Buni eslasanglar, anaqada ham o'tganmiz. Parkinson kasalligida ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Ya'ni Parkinson kasalligida ba'zi antidepressantlarni berish mumkin emas. Qachonki selejilin kabi dorilarni ichayotganda, ya'ni monoksidaza B ingibitorlarini, selejilin kabi dorilarni ichayotgan Parkinson bemorga shu ba'zi antidepressantlar, masalan, fluoxetin, shu serotoninni qayta o'zlashtirishni ingibitsiya qiluvchi guruh dorilar esa fluoxetin, citalopram bilan berib bo'lmaydi selejilin ichayotgan bemorga. Chunki unda ham shu qon bosimi oshib ketishi mumkin, shunaqa serotonin sindromi paydo bo'lishi mumkin. Bu xavfli. Juda hushyor bo'lish kerak shunaqa holatlarda. Do'stlar, shu bilan bugungi tahliliy videomiz tugadi. O'ylaymanki bu foydali bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.